Assalomu batutchilar, boshlanganimiz xayr bo'lsin do'stlar. Egadan mashina kelib turibdi. Egadan Dagoran beraman deydi. Avtokreditdan beraman deydi. Azroq yetarsiz qarashib turaman deyapti. Ega aytadi. 2019-yil ishlab chiqargan do'stlar. Oq rangda. Xullas mashina qo'g'irchoq mana zo'r etib o'zini taxlagan ekan mashinani. Mana chexol poliklarni qo'yib, hozir proyektlarni ko'rsamiz. 163 ming turibdi. Konditsioner beri ishlab turibdi. Ustasini kechga turib olaversin deydi. Motor tarafini ko'rsataman hozir. Arkasini ko'rsatdim, mana ko'rsataman motor tarafini. Mana arqa. Xullas 1 so'm rasxod etmaydi deydi. Haydab ketaveradi mashina deydi. Hava sistemalari, metan gazlari hamma zati bor. Zo'r bo'lib turibdi. Qaplar ekan do'stlar. Xullas, buning bahasi 110 million so'm deb turibdi. Tag'urga kelishib olaversa. 2019 ishlab chiqargan. Oq svetda. Mashinasi ketibdi egadan. Hozir telefon nomerini aytamiz. Telefonni ayt. Telefon 97'den 97 788 788 71 71 11 71 11 raqamga telefon etsa, Telegram, WhatsApp bor. Musafirda yurgan orqadan Telegram, WhatsAppdan xabarlashsa bo'ladi. Qolgan ma'lumotni telefon orqali olsanglar bo'ladi do'stlar. Mashina zo'r sotsaniyada. Yuvib chiroyli qilib qo'ydi. Xabarlashib olaversa mashinaga, vallahi faqat. Kimda shunday mashina bo'layotganini sotib olamiz, sotib olib beramiz. Shunday xizmatlarimiz yo'q qo'yib, bemalol kommentar qilsa, telefon nomer tashab beramiz sizga. Dilni shu nomerga telefonlashib, xabarlashib, qanday mashinalarimiz bor, sotib berarganmi, reklama etib berarganmi, shu reklama etib beramiz do'stlar. Shunda videoni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.